Bu video Amir Temurning ikkinchi qismi. O'tgan videoda men uning eskizini chizganim. Izohlarda qarasam, ko'pchilik kulmay qoldi, xafa bo'lib qoldi degan jumlalar ko'zim tushdi. Bu yerda asosiy maqsad uni kuldirish emas, unga sal samimiy nigoh va zamonaviy ko'rinishdagi zamonaviy fotoapparatda tushgandek qilib ishlash. Amir Temur o'sha rasmini oldim, sun'iy intellektga yukladim va mana shu rasmni real ko'rinishini ko'rsatib ber deb so'radim. Endi menda 1 daqiqa vaqtim bor. Ungacha biz sizlar bilan Amir Temurni Joy Hasanov obrazida ishlab ko'ramiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 30 ta odam yuzi va ulkan 2 oylik mehnat. Men 2 oyda qiladigan ishimni sun'iy intellekt 1 minutda qilib qo'yayotgani bu juda ham achinarli holat. Lekin sifat doirasida hozir men sun'iy intellektni ko'rsataman. Qani ko'ramiz, kimning mahorati kuchli ekan. Ahamiyat beringlar, bu yerda men ishlatgan narsalarim: marker, qalam, pigment va spirt. Tasavvur qiling, xuddi tuman ichida odam ko'rgandek qilib, birinchi etapini yopib qolamiz. Ikkinchi etapida keyin detalni qilib har bitta yuzdagi tola, soch, soqol har bitta joyini dona qilib ishlab chiqamiz. Har bitta mimikasini alohida, har bitta ajin, har bitta shram va so'nggi natija. O'rtoqlar, to'g'risini esa men juda ham qattiq harakat qildim. Sun'iy intellektni yutishga, sun'iy intellekt bilan kurashishga o'zingizlar fikringizni izohlarga yozib qoldiring. Maksimal podpishka sizlardan kutib qolaman. Hammaga rahmat.